بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قال في كتابه العزيز ورتل القرآن ترتيلا، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وأستاذنا محمد الذي قال في قوله الشريف: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وصل اللهم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Muhtaram qurrolarimiz va kelajak va bo'lajak ulamolarimiz va mashoyixlarimiz. Avvalambor ustozlarimiz, Hazrati Muftiy janoblari Shayx Ilyos ustozimiz va bu diyorlarda qurrolarni sayyidi bo'lgan Muhammadul Amin qorimiz va jamiki bu yoqda o'tirgan azizlarimiz, jajji qorilarimiz, so'zimizni avvalida sizlarga ona vatan, ulug' vatan, aziz yurtimiz O'zbekistondan butun jamiki xalqimizdan salomlar va alal xusus Hazratimiz, Shayximiz Nuriddin janoblari Muftiy Hazratimizdan salomlar. Hazratimiz barchalaringizga, aynan siz talab ilmlarga salom yo'llab, assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh dedilar. Alloh subhanahu va taolo Hazratimizni ofiyatda qilsin. Ilohim din yo'lda qilayotgan xizmatlarini husni maqbul aylasin. Azizlarim, men bugun bu halqangizda alhamdulillah ishtirok etayotganligim uchun juda ham baxtiyorman va avvalgi tashakkurimni Hazratimiz, hammamizni ham ustozimiz Shayx Ilyosxon hazratlariga tashakkurlarimni aytib va yonlaridagi ustoz Muhammad Amin qorimizga o'z tashakkurlarimni, minnatdorchiligimni takror aytaman. Alloh taologa duolar qilamizki, Alloh subhanahu va taolo sizni doim ofiyatda qilsin. Siz mana bu diyorlarda qarang, bu go'zal siymongiz bilan bu yoshingizda mana bu go'dak yoshingizda alhamdulillah Qur'onni o'rganyapsiz. Ilmni tahsil qilyapsiz. Inshaalloh shuning uchun ham men so'zimni avvalida sizga salom berar ekanman, bo'lajak va kelajak ulamolar dedim. Ilohim, ota-onangiz o'zlari havas qilib so'raganlaridan ham, umid qilganlaridan ham yaxshi bir zot shariflardan bo'lib yetishib, hammangiz ham barcha mo'min musulmonlarni, ota-onangizni va ustozlaringizni, barchamizni ilohim faxri iftixori bo'lgan aziz mukarram zotlar bo'lishlaringizni Alloh nasib ro'za aylasin. Ayniqsa bugunlik kunda sizni ko'rib taajjubda qolganim, siz bu diyorlarda Qur'onni qarang. Qur'onni mana shu halqa shaklingizda Payg'ambar alayhissalatu vassalomdan bizgacha qanday yetib kelgan bo'lsa, muhtaram ustozlaringiz Shayx Ilyos hazratlari va Muhammad Amin qori ustozimiz taraflaridan qarang, bugun mana shu diyorlarda turibsiz, Qur'onni kama unzila deyiladi. Qanday nozil qilingan bo'lsa, mana shunday talaqqiy qilyapsiz. Bu butun dunyo oxirat baxtidir. Bu hammaga ham nasib qilmaydigan bir baxtdir. Kimdir internetlar orqali, kimdir o'zini harakati bilan Qur'onni albatta olishligi mumkin. Olganlar bor. Ammo sizni bugun Qur'onni talaqqiy qilishligingiz, talaqqiy nima edi? Talaqqiy aynan sahoba kirom Payg'ambar alayhissalatu vassalomni og'izlaridan, muborak og'izlaridan Qur'onni qanday o'zlariga qabul qilib olgan bo'lsalar, Payg'ambar alayhissalatu vassalom Hazrati Jabroildan, Hazrati Jabroil alayhissalom Alloh taolodan mana shunday silsila bo'lib kelgan Qur'onni bugun siz eng ulug', aytaman sizga, mubolag'asiz aytaman, ya'ni ustozlaringizni, shayxlaringizni qadrlang deya aytaman. Dunyoda siz inshaalloh mana shu hamma banda ham, odatda hammaga ham berilmaydigan bir maqomda Qur'onni ulug' ustozlardan talaqqiy qilyapsiz. Sizga buni yana ham tushunarli bo'lishi uchun Hazrat qo'lingizni bersangiz, bismillah. Mana Hazratning qo'lini men tutdim. Hammangiz qo'lingizni tuting. Hammangiz bir-biringizni qo'lingizni tuting. Aha, yo'q, siz qo'lingizni oching bolam, bunaqa.
Bunisini ushlang-da. Siz. Ha, ana shunaqa qiling. Ha, bu qo'lingizni bering, aha. Mana shunday shaklda qarang mana. Hamma ko'rsin. Mana shunaqa ushlang. Hamma bizni qo'limizga qarasin. Men Hazrat Muftiy janoblarini mana Shayx Ilyosning qo'lini qanday tutdim? Siz shunday tuting. Mana Hazratimiz Shayx Ilyos Muhammad Amin qorinni qo'llarini qanday tutdilar? Mana ko'rdingizmi? Mana shunday tuting. Ko'rdingizmi? Qarang, mana shunday. Hammaniki mana shunday tutaldi-ya, qarang. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalom deyapman, e'tiborli bo'lib tutib turing qo'lingizni. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalom Hazrati Jabroildan oldilar Qur'onni. Hazrati Jabroil Alloh taolo qanday o'rgatgan bo'lsa, Payg'ambar alayhissalatu vassalomga o'sha holida o'rgatdilar. Payg'ambar alayhissalatu vassalom o'zlarini sahobalariga o'rgatdilar. Sahobalar Payg'ambar alayhissalatu vassalomdan, sahobalar Payg'ambar alayhissalatu vassalomdan aminil vahiy bo'lgan Hazrati Jabroil qanday o'rgatgan bo'lsalar, shunday oldilar. Va natijada mana Hazratimizni Shayx Ilyosimizni sahoba o'rnida ko'raylik. Tushuncha bo'lishlik uchun. Hazratimiz mana sahoba o'rnida o'zlaridan keyingi tobiinga mana Muhammadul Amin qorini ko'ring. Bir tobiinga emas, minglagan tobiinlarga sahobalar Qur'onni mana shunday yetkizdilar. Va qarang, Muhammadul Amin tobiin bo'lgan ana u qorimizga. Qorim ismingiz kim? Kozimbek qorimga qarang. Kozimbek, bizni Kozim to'ramizning nomlaridan. Al-Qur'onni shu o'rinda aytib ketay, Al-Qur'onni rahbarlari Kozim to'ram bo'ladilar. Ana o'sha Kozimbek qorim mana tobiinlar o'rinda desangiz. Keyin atba'at tobiinlar. Ana siz ismingiz chempion qorim, ismingiz kim edi? Hikmatulloh qorimning qo'lini qarang. Mana shunday halqa bo'lib Qur'on nima qildi bilasizmi? Mana u bizi ummatimizgacha keldi. Siz bugun bu qorimizni, siz ismingiz kim? Biloliddin, mana bu ummatdan desangiz qarang, Alloh taolodan kelgan bu arqon, Alloh taolodan kelgan bu Qur'on, masalan Biloliddin bu ummat. Bu ummat insonlardan deng, bu ummat bandalardan deng, mana shu ummatga biz u ummatmiz. Biz ummatgacha Qur'on mana shunaqa halqa shaklda tutalib, shunaqangi ulanib keldi. Sizni bugun endi ustozlaringiz endi qo'lingizni qo'yib yuborishga ijozat beraman. Sizni ustozlaringiz aynan e'tiboringizni qiling. Hazratimiz Shayx Ilyos janoblari Misrda qiroatni talaqqiy qilib bir qancha ustozlardan, ulardan Hazrati Shayx Harundan olganlar. Shayx Harun qarang, Misrning buyuk bir qurrolaridan. 6 oyda bular kabi shogirdlariga 6 oyda 10 qiroatni yodlatib qo'ygan mohir ustoz bo'ladilar. Endi sizga aytayotganligim shuki, Hazrati Harun ustozimiz Payg'ambar alayhissalatu vassalomni 29-sulolalari bo'lgan qorilar safiga kiradilar. 29-sulolalar. Ya'ni Hazrati Jabroil, Payg'ambar alayhissalatu vassalom, sahobalar birinchi bo'ladi. Ikkinchisi tobiinlar bo'ladi. Uchinchi halqa albatta sohiblar, tobiinlar. Keyin 4-halqa atba'at tobiinlarning shogirdlari deyiladi. Mana shu holatda Qur'on bizga hozir silsila bo'lib qo'lingizni ko'rsatganimdek ulanib kelgan bo'lsa, bugungi kunda Hazratimizning ustozlari Shayx Harun yer yuzida 29-sulola sohiblari hisoblanadilar. Ya'ni Payg'ambar alayhissalatu vassalom bilan oralarida 28 kishi bo'lib, bu dunyoda eng oliy san'at hisoblanadi. San'at nima edi? Ijoza. Ijoza nima edi? Silsila. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bizni bog'laydigan Qur'onni barakotidan qarang, bizni shajaramiz, bizni qorlikda nasabimiz Payg'ambar alayhissalatu vassalomga mana shunday bog'lanar ekan. Va albatta ikkinchi ustozingiz Muhammadul Amin qorim. Muhammadul Amin qorim Misrda bir qancha qurrolardan talaqqiy qildilar va o'shalardan kamina xodimingizdan Qur'onni talaqqiy qilib, mana men ham Hazrati Ilyos ustozimiz kabi 29-sulola sohiblaridan hisoblansam, sizni ustozingiz Muhammadul Amin qorimiz 30-sulola bo'lib hisoblanadilar. Ya'ni mendan olishlari bilan. Chunki men 29 va men Qur'onni mana shunday oldim-u, Muhammadul Aminga qorim tuting qo'lingizni, mana shunday o'tkizdim, mana shunday. Mana shunda Muhammadul Amin qorimiz 29-sulolani qo'llari bilan tutishlari uchun, tutganlarni sababidan
albatta 30 bo'ladilar. Shunda Muhammadul Amin qorimiz bilan payg'ambarimiz alayhissalatu vassalomning oralarida 29 ta bo'ladi. Bu ham albatta yer yuzida oliy san'at, oliy shajara hisoblanadi. Oliyligi nimada? Oliyligi siz payg'ambar alayhissalatu vassalomga yaqinsiz. Ko'rdingizmi? Bugun siz qanday bir sharafli yo'ldasiz. Ya'ni Rasulullohni o'sha shajaralari yetgan qorlardan ilm olishligingiz bilan Qur'onni yod tutganingizdan keyin, yod olganingizdan keyin aynan ustozlar o'zlariga yetib kelgan ijozani sizga berishligi bilan qarang, qanday bo'lasiz, bilasizmi? Sizning ismingiz Kozimbek, dadangiz ismlari kim? Dilshod. Sizning ismingiz Hikmatulloh, dadangiz ismlari? Mas'ud. Qarang. Hikmatulloh Mas'ud o'g'li. Mas'udning dadalari kim bo'lgan? Hikmatulloh. Qarang. Hikmatulloh bin Mas'ud bin Hikmatulloh deya hatto biz 5 otagacha yozamiz. Siz u shajaraga mansub bo'lasiz. Nafaqat siz otangizni, bobongizni ismlari shajaraliga yozilib, qarang, u yerda ulug'larning ismi bor. Ulug'larning ismini qatoriga qarang, otangizga, ota-onangizga bergan baxt ulug'larni safiga otangizning nomi yoziladi. Silsila bo'lib yoziladi. Allohu akbar. Bu buyuk bir maqom emasmizdir. Ha, buyuk maqom. Chunki Qur'onni o'rgangan har bandani Alloh mana shunday ulug'lab qo'yadi. Va biz ummat faxrlanishligimiz kerak. Bugun biz islom ummatining faqat yer yuzida biz islom ummatimiz, islom ummatining payg'ambarlariga, payg'ambari alayhissalatu vassalam, Muhammad alayhissalatu vassalam va Alloh Robbil izzati jalla jalaluhu Robbimizgacha alhamdulillah shajaramiz boradi. Masalan, mana siz hozir o'qiyotgan tilovat nimadir? Imom Hafsni Imom Osimdan qilgan rivoyatlar. Imom Osim buyuk sahobalardan dars olgan, buyuk tobiin Hazrati Abdurrahman as-Sulamiydan olganlar. Mana Imom Hafs Imom Osimdan oldilar. Imom Osim Abdurrahman as-Sulamiydan Zir bin Hubayshdan oldilar. U ikkala tobiin 5 sahobadan oldilar. Ular kimlar? Ular Hazrati Zayd ibn Sabit al-Ansari, ular Hazrati Usmon, Hazrati Ali, Hazrati Abdullah ibn Mas'ud va Hazrati Ubay ibn Ka'b. Mana 5 sahobadan oldilar. U 5 sahoba payg'ambar alayhissalatu vassalomni o'zlarini og'izlaridan to'g'ri oldilar. Payg'ambar alayhissalatu vassalomni muborak og'izlaridan to'g'ri oldilar. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalam kimdan talaqqiy qildilar? Hazrati Jabroildan. Hazrati Jabroil u Qur'onni kimdan olib keldi? Alloh azza va jallani o'zidan. Demak, bugun sizni Qur'oningizda shajarangiz nima bo'ladi? Bugun Qur'oningizda shajarangiz Robbingizgacha bo'ladi. Endi buni bilganingizdan keyin siz jiddiy jahd qilishingiz kerak. Siz yana ham ustozlar aytganidek talaqqiy qilib Qur'onni tezroq ko'tarib, uni so'ngigacha xatmonasini qilib, uni takrorini puxta qilib, mana u masjidlarimizda xatmonalar qilib berishligingiz kerak. Shu bilan nima bo'lasiz? Qarang, siz ahlulloh bo'lasiz. Alloh subhanahu va taolo o'zini kalomida A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Thumma awrathna al-kitaba alladhi nastafayna min ibadina. Sadaqallohul azim. deya marhamat qildi. Biz so'ngra bu kitobimizni qarang. Bu kitobni bandalarimiz oralarida tanlanganlariga berdik deya marhamat qildi. Demak, insonlar ko'p. Mana shu Amerikada necha million xalq bor? Kim aytadi? 300 million. 300 millionni ichida emassiz. Dunyoda necha milliard inson bor? 8 bo'lib qoldik. 8 milliardga yaqin insonlarni ichida Alloh sizni tanlab qo'yar ekan. Alloh sizni tanlabdi. Aytayaptiki, biz bu kitobni summa awrasna al-kitaba allazi nastafayna min ibadina. Biz kitobni, ya'ni Qur'onni bandalarimizni oralarida tanlanganlarga berdik dedi. Siz demak bu bilan tanlanganlardan ekanligingizni biling. Kim tarafidan tanlanibsiz? Bu masalan shahar hokimi yoki bu Amerika prezidenti tarafidan emas. Siz Alloh taolo tarafidan tanlangan qavm ekanligingizni biling, banda ekanligingizni biling. Payg'ambar alayhissalatu vassalam esa sahobalarga qarata shunday dedilar: "Inna lillahi ahlina minan nas."
insonlar orasida Allohning ahllari bor deganlarda sahobalar bu so'zlarni eshitib quvonib ketdilar. Ya Rasululloh, man hum ahlulloh. Man hum ahlulloh deya xursand bo'lib eshitdilar. Aytdilarki, ya Rasululloh, insonlar orasida Allohning ahli bor. Ha, insonlar orasida Allohning ahli bor. Ular kimlardir ya Rasululloh deganlarda payg'ambar alayhissalatu vassalam ahlul Qur'ani hum ahlullohi va xossatuhu dedilar. Qur'on ahli ular Allohning ahlidirlar. Alloh Rasulullohning bashorati. Qur'on ahli, ya'ni siz azizlarim, bugun siz buni biling. Siz mana shu yoshingizda Qur'onni ko'tarsangiz Allohning ahli bo'lasiz. Butun dunyo podshosi qayoqda? Alloh, kavn, butun koinotni yaratgan Robbimiz kim? Robbimiz nimadir? Siz qarang, Rasululloh alayhissalatu vassalamning bashoratlari nima ekan? Siz insonlar ichidagi Allohning ahli ekansiz. Va balkim xossa va xossatuhu, ya'ni Allohning xos bandalari. Bu sharaf nahotki sizni quvontirmaydi? Albatta quvontiradi. Bu so'zlardan keyin siz yana ham shijoatlaning. Ustozlar tarbiyasini oling. Shunaqangi bir niyatlarni qilingki, men ham Qur'onni yodlab, ustozlarim kabi shajara sohibi bo'laman. Qarang, shajaramizni qarang. An fulan, an fulan, an fulan, ana deyiladi. An'ana bilan siz Qur'onni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga qanday nozil qilingan bo'lsa, o'shandayin olishligingiz va uni o'zingizdan keyin ummatga yetkazishligingiz bu buyuk sharaf ekanligini biling. Mana hazratim qo'lingizni bersangiz. Mana men qarang, ustozim bir qancha ustozlarim bo'lib, o'shalardan Sheyx Abbos al-Masri, o'shalardan Sheyx Muhammad Abbos al-Masri, o'shalardan Sheyx Ali Shuayb 10 ta qiroatni o'qishdan oldim aynan. Va o'shalardan Sheyx Misboh Dasuqi. U kishi hozir dunyoda 28-sulola sohibi tanho inson. O'sha kishiga o'sha pandemiya paytlarida borib oldim. Demak, bir qancha ustozlardan olgan ijozatim bilan qarang, o'zimni masalan shogirdlarimni bunday tutaman. Muhammadul Amin mana Hazrat Ilyos qori ustozimizni tutdilar. Siz tuting. Siz tuting. Bir-biringizni ushlang. Yana bir-biringizni halqa qiling. Yana bir-biringizni qo'lingizni ushlang. Mana shunday, mana shunday, mana shunday ushlashing. Ushlashing, 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 ushlashing. Ha, mahkam ushlang, shoshilib ushlang. Shoshilib ushlang, tez ushlang, 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 tuting, 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 tuting qo'lingizni, tuting qo'lingizni. Mana shunday. Qarang. Mana men o'zimni ustozlarimni qo'llarini qanday tutib ilmlarini oldim, o'zimdan keyingi avlodga o'tkazdim. Ko'rdingizmi? Ana siz endi qo'yib yuboring qo'lingizni, qo'yib yuboring mana. Ushlab turing siz faqat. Endi qarang, har biringiz shuni niyat qiling. Mana o'rtadagi Hikmatullohni qarang, ikki tarafi bog'langan. Ko'ryapsizmi? Hikmatullohni ko'rsating menga. Hikmatullohni ko'rsating. Hikmatulloh mana. Hikmatullohni qo'lini tutib turganini qarang. Hikmatullohni har ikki taraf tutilgan. Ya'ni ustozini tutib shogirdiga bergan. Shunda Hikmatullohda sanat shajara uzilib qolmagan. Siz kim edingiz? Kamronbekni qarang. Kamronbek bir tarafda ustozini tutgan, undan u yog'i shogirdini tutgan. Hammangiz qarang. Hammangizning ikki tarafingiz bor. Qarang, bir tarafingizda qarang, o'ng tarafingiz bilan nima qilyapsiz? Birini chap tarafingizda birini ushlayapsiz. Ya'ni shunday qilyapsizki, ustozingizdan keyin shogirdingiz, siz o'rtada turibsiz. Buni yaxshi tushuning. Shunda siz shajarangiz kesilib qolmagan, shajarangiz halqaga bog'langan albatta qori bo'lasiz. Bundan keyin Alloh taolodan Allohim meni hofizi Qur'on ayla va deng duo qiling. Hech qachon meni shajara sohiblaridan oxirgisi qilib qo'yma. Meni olgan ilmimni endi davom ettirishligimni nasibi ro'za aylagin. Men ustozlarimdan olgan ilmni o'zimdan keyingi avlodga berib, shajaram kesilib qolmasdan halqaga ulanib qolishligimni nasibi ro'za aylagin deya bugundan boshlab shu duoni qilasiz. Endi siz ismingiz kim edi? Biloldinga qarang, qo'llariga qarang. Biloldinda endi qo'li bu yog'i ushlanmagan. Ustozlarini ushlagan. Siz ismingiz kim edi? Umarbekni masalan ustozi desak ushlagan-u, endi bu yog'i yo'q. E'tibor qiling. Masalan, Biloldinda ustozi Umarbek deylik. Umarbekni qo'lini tutgan, lekin shu joyda shajarasi davom etolmay qolgan. Nega? Ilm olganda ilmni keyin boshqalarga bermagan.
Shuning uchun shajarada nima qilib qoldi? Maqtu'u shajara deyiladi. Maqtu'u sanad deyiladi. Sanadi nima qilib qolibdi? Uzilib qolibdi. Ana qo'lingizni qo'yib yuboring. Hech qachon bunday bo'lmang. Hech qachon bunday bo'lib qolmang. Albatta olgan ilmingizni o'zingizdan keyinga berishlikni Alloh taoladan umrlar so'rab, yolvorib duolar qiling. Payg'ambar alayhissalatu vassalam Hazrat Usmon ibn Affon radhiyallohu ta'ala anhudan rivoyat qilingan hadisda nima dedilar? Xayrukum dedilar. Man ta'allama al-Qur'ana va 'allamahu. Qarang, mana Hazratimiz Ilyosxonni yana ushladim. Hazrat Ilyos ushladilar, ilmni oldilar, o'zlaridan keyingi mana qarang, Muhammadul Aminga masalan qoriga berdilar. Mana shunday bo'lishimiz kerak. Ta'allama, 'allama. Ta'allamada mana meni o'ng qo'llari bilan, meni tutishlari bilan, chap qo'llari bilan, o'ng qo'llarini Muhammadul Aminni tutishlari bilan o'rganib o'rgatdilar. Siz biling, Qur'ondagi mana shu so'z, ya'ni xayrukum, ya'ni sizlarning eng yaxshilaringiz deganlari Qur'onni o'rganib o'rgatganlaringizdir deganligi. Siz o'rganib keyin o'rgatmasangiz, unda sizda xayriya, ya'ni yaxshilik to'liq bo'lmaydi. Bugun qattiq niyatlarni qilaylik. Bugun bizni huzurimizda qarang, Amerikada bular sanoqli, qo'l bilan sanoqli ustozlarimizdan bo'lib ham aynan Hazrati Ilyos ustozimiz Muhammadul Amin qorimiz sanatlari buyuk bo'lgan, ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga sizlarni tezda yetkazadigan, ulatadigan bir ustozlar. Bularni har lahzasini va har nafasini qadrlaylik. Chunki bizni bular Rasulullohga ulab, Allohga ulaydigan ulug'larimiz ekan. Va niyatlar qilaylik. Bular bizga o'rgatgan yo'lni davom ettiramiz inshaalloh deya niyatlar qilaylik. Endi men Hazratimiz Ilyosxon ustozdan izin so'radim. Men shularga bir Fotihani mengacha yetib kelgan sanatlarda, chunki men Fotihani bir qancha ustozlarga o'qidim. O'shalardan hatto alhamdulillah 2016-yilda borib shayximiz, balkim bu dunyo jazarisi deb bilingan doktor Shayx Ayman Suyetga ham o'qib berdim. Va Shayx Ayman Suyet hurmat qilgan Abdul Fattah Al-Madkur hazratlariga, u kishi Shayx Dobboni oxirgi shogirdlari bo'lganlar, ularga ham o'qib berdim. Va ulardan Shayx Ali At-Tawfiq An-Nahhas hazratlariga, ularga ham alhamdulillah o'qib berdim. Ular Shayx Amr Usmon Misriyni shogirdlari edi. Bir qancha ulug'larga o'qib berdim. O'sha ulug'lar menga yetkazgan Fotihadagi sanatlarini, shajaralarini bugun hazratimizdan Ilyos ustozdan, Ilyosxon hazratdan ruxsat so'ragan holda inshaalloh sizlarga yetkazishlikni niyat qildim. Chunki men o'sha olis yurt, jonajon yurtimiz O'zbekistondan okean kechib keldim. Shuncha olis masofadan kelar ekanman, 12 soat va ziyoda samolyotda uchib keldik. Endi namoyi amalimga yozilib qolsin, sizlarga bu Fotihani bo'lsa ham shajarasini o'tkazib ketishligim men uchun dunyo oxirat baxtidir, saodatidir. İnşallah kabul qilsangiz